Bismillahirrohmanirrohim. Jannat ahli jannatga kirarkanlar har bir eshik oldida farishtalar kutib oladi. Ular kirayotganlarga qarab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Sabr qilganingiz uchun sizlarga salom bo'lsin. Bu oqibat diyori qanday ham yaxshi deyarkan. Endi tasavvur qiling azizlar, mana shuni eshitganda mu'minlarda shunaqa bir huzur paydo bo'lar ekan. Chunki siz bu dunyoda bir yangi narsa kiyib olsangiz, do'stingiz ko'rib muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin desa yoki bir yangi markab olasizmi, yangi nimadir ne'mat sizga berilgan bo'lsa, buni boshqalar qutlasa, siz xursand bo'lasiz. Endi jannatga kirib kelayotganingizda farishtalar sizni shu jannatga kirishligingizni qutlayaptilar. Salamun alaykum deyapti. Assalomu alaykum. U dunyodagi mashaqqat, mushkulliklarga sabr qilgani deylar. Mana endi oqibat diyori qanday ham yaxshi kiringlar. Hammani jannat tomon yo'naltirib turar ekanlar. Ular jannatga kiraverishda bir chashmaga borib poklanadilar. U yerda bir chashma bor. Mana shu chashmada yuvingan inson shunday bir go'zallashib ketadi. Ularga jannat ne'matlari yog'iladi. Hatto badandagi tuklardan xushbo'yliklar taraladi. Sochlar go'yo atirli moy surilgandek holatga kelib qoladi. Ustilarida ipak va shoyilardan bo'lgan ko'zlarni yashnatuvchi eng go'zal liboslarni kiyar ekanlar. Jannatga kirgan insonlarning yuzlari xuddi Badr kechasidagi to'lin oy kabi bo'ladi. Ba'zilari hatto charaqlagan yulduz kabi bo'ladi. Ular u yerda hojat qilmaydilar, tuflamaydilar, burun qoqmaydilar. Insonni tabiatiga ta'sir qiladigan birorta nojoiz harakat yo'q. Kelishgan, bo'ylari uzun, Odam alayhisalom kabi 60 ziro bo'ladi. Jannat ahli soqolsiz bo'lar ekan azizlar. Ko'zlari tim qora bo'ladi. Ularning yoshligi ketmaydi. Hech qachon qarimaydilar. Kasal ham bo'lmaydilar. Kiyimlari ham eskirmaydi. Jannat ahli 33 yoshda bo'lar ekan. U yerda kecha bo'lmaydi, nurli kunlar bo'ladi. Jannatga kirgan inson mana shu joyda abadiy qoladi inshaalloh. Jannatda ixtilof, bir-birini yomon ko'rish, yolg'on, haqorat, koyish, ozor, bo'xton, botil gaplar, ko'ngillarni behuzur qiladigan biror og'iz so'z ishlatilmaydi. Jannatdagilar faqat yaxshi va yoqimli so'zlarni eshitadilar, xolos. Ahli jannatni rohat farog'ati bu bilan tugamaydi azizlar. Farishtalar sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin, xush keldingiz. Bas unga abadiy qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz deydilar. So'ng ularni vildonlar, ya'ni jannatning yosh xizmatchilari sevinib qarshi oladi. Uzoq vaqt yaqinlari bilan ko'rishmagan dunyo bolalaridek xursand bo'lib ketadilar. Ularni atrofida gir aylanib, "Quvoning, shodlaning, qarang, Alloh taolo sizlarga ne'matlarni ato qilibdi" deb suyunchi ulashadilar. Jannatda doim tebranib turuvchi, o'zidan muattar hid taratuvchi rayhonlar, go'zal qasrlar, to'lib oquvchi anhorlar, pishib yetilgan turli xil mevalar, go'zal va chiroyli juftlar va boshqa ko'pdan ko'p ziynatlar bo'ladi. Qasrlari kumush va oltin g'ishlardan, loyi mushka ambardan, toshlari dur va yoqut, tuprog'i za'faron va oppoq mushkdan iborat bo'lar ekan. Jannatiy banda o'z maskaniga yetib borgach, marjonlardan iborat sohil ustiga qurilgan qizil, sariq va yashil rangli turfa qil tovlanayotgan ko'shkka nazari tushadi. Boshini ko'tarib nur sochayotgan ko'shning shiftiga asta qaraydi. Agar Alloh taolo ularning ko'ziga quvvat bermaganida bu yorqinlikdan ularning ko'zi ko'r bo'lib qolardi. Ko'zlarini shiftdan olar ekan, qoshida hur aynlar, buloq bo'yiga qo'yilgan qadahlarni, tizib qo'yilgan yostiqlarni va to'shalgan gilamlarni ko'radilar. Suyunib ketar ekan jannat ahli azizlar. Alhamdulillahillazi hadana li hada va ma kunna linahtadiya laula an hadanalloh deb yuborar ekanlar. Bizlarni bu ne'matlarga yo'llagan zot Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Agar bizni Alloh hidoyat qilmaganida hargiz yo'l topa olmas edik deydilar. Ular jannat taomlaridan yeydilar, sut, sharob, asal to'la daryolardan ichadilar. U daryolarning yerlari kumushdan, toshlari marjon, tuprog'i esa mushk, o'tlari za'farondan bo'lar ekan. Bulutlardan juda muattar hidli mayin yomg'irlar yog'adi. Jannat ahlini o'zlariga asli kumushdan bo'lgan dur, yoqut, marjonlar bilan ziynatilgan qadahlar berilar ekan. Lekin bu maylar dunyo maylari kabi bo'lmaydi azizlar. Jannatdagi maylar boshqa may. Jannatdagi barcha daraxtlarning tanasi oltindan bo'lar ekan. Jannatda xurmo daraxtlari ham bo'ladi. Uning tanasi zumraddan, novdasi qizil oltindan, barglari jannat ahli uchun yopinchiq, ularning zebi ziynat va bezaklari ham xurmoning novda va barglaridan bo'ladi.
mevalari ko'zaday bo'lib, sutdan oq, asaldan shirin, yog'dan muloyim bo'ladi. Unda danak bo'lmaydi. Jannatda bir daraxt bor ekan. Ot mingan kishi uni soyasida 100 yil yursa ham uni kesib o'ta olmaydi ekan. Mana shu sizga azizim, sizni daraxtingiz inshaalloh. Unda uzum, anjir, banan va bundan boshqa mevalar ham bor. U yerda ba'zi insonlar dehqonchilik qilib tog'day xirmon qilar ekanlar. Jannatda turli xil meva-chevalar va go'shtlar bo'ladi. Mevalar bu dunyodagi mevalarga o'xshash bo'ladi, ammo bu o'xshashlik faqat ismi va shaklida, ta'mlari esa butunlay boshqacha bo'lar ekan. Mevalarni uzib, oson tanovul qilish uchun daraxt shoxlari egib qo'yilgan bo'ladi. Jannat ahllari bu mevalarni qanday xohlasalar shunday tanovul qiladilar. Xohlasalar tik turib, xohlasalar o'tirib, xohlasalar yonboshlab, xohlasalar yotib mashaqqatsiz tanovul qiladilar. Og'izlariga olib bormay, o'rnida yana boshqasi paydo bo'lib qolaveradi. Farishtalar esa rohatlanib ovqat yeyotgan jannat ahliga qarab, kulu vashrabu hani'a deb turadilar. Yenglar, ichinglar osh bo'lsin deydilar. Chunki bu dunyoda mashaqqat qilib o'zingizni qiynagan edingiz, Alloh qaytargan ko'p narsalardan qaytgan edingiz, endi uni rohatini ko'ring deb turar ekanda farishtalar. Allohim mana shu kulu vashrabu nidosini eshitishda hammamizga nasib qilsin. Jannat 8 ta bo'lib, ularning nomlari bor ekan azizlar. Firdavs jannati, Adn jannati, Ma'vo jannati, Naim jannati, Xuld jannati, Qaror jannati, Dorus salom va Darul muqoma. Mana shunday jannatlar bor. Firdavs jannati eng yuqori va eng oliy jannat. Undan jannatni 4 anhori oqib chiqar ekan. Uning ustida arsh bor. Mana shu Firdavs jannatini so'rashga buyurilganmiz. Eng oliysini so'rang. Allohim jannatul Firdavsga nasib qilgin deb duo qilishlik lozim.